Assalomu alaykum do'stlar, hammaga charchamaysizlarmi ishlar bilan? Like'dan bosib turinglar, eslatib turing. Bugun 16-mart, ishni boshladim. Bugun noshta ishlagandim ertalabgacha, 6 soat uxlab qo'ydim, endi ro'da ochdi. Ishga chiqdim уже. Kattaga aylab turibdi. Ko'ramiz bugun nech ishlaymiz ekan. Сегодня 16 марта я вышел на линию. Сегодня ночью работал до утра. До утра 6600 получилось. До 12 посмотрим, сколько получится. Короче, do'stlar, Karos bitta plan chiqyapti. Koreyaga borish plani yana. 2023-yili mayda borib keldim. 3 oy Koreyaga borib ishlab keldim. Koreya yoqmadi. O'sha uchun qolmadim. Chunki Koreya bilan pashti Rossiyada meni topishim bir xilda. Shunga qiziqish ham bo'lmagan. Shunga zerikdim ham, umuman yoqmagan Koreya. Shunga hozir o'sha Rossiyadan ham zerikdim. Koreyaga borib kelsammikin yana 2 oygami 3 oygami. Shunga nima deysizlar, agar xudo xolasa подписчигim 10 ta bo'lsa, mana shu 1 oy ichida, keyingi oyda 15gacha borib sizlarga ishni ko'rsatib, qanday borish yo'llarini aytaman. Только Rossiya grajlani. O'zbekiston grajlaniga ham qilib turib borsa bo'ladi lekin Koreyaga. Men borganimda, birinchi borganimda Tarvuz sezonida ishlaganman. 5 kun ishlaganman Tarvuzda. Lekin Tarvuzda yaxshi tushuvdi. Kuniga adashmasam $200 oshiqdan tushganda. Va shu Tarvuz ishi og'ir ish, shunga chidamaganman. Keyin Seulga kelganman. Biz adashmasam katta Guanjo deb qo'yadi, ashirlardan keyin yurganmizda. Koreyani yaxshi bilmayman. Ammo katta Guanjo deyishardi. Asha Guanjoda yurib, Tarvuzda ishlay olmay, to'g'risi chidamaganman, og'ir ish edi. Endi mehnat qilib yurgan odam ishlayveradi. Endi men taksida yurib o'rganib qo'yganmiz yengil ishga, shunga chidamasdan ukamga aytganman, uka yana tezda meni bu yerdan olib ketib aeroportga tashlab qo'y deganman. Nimaga deganda, men ketdim Rossiyaga qaytib ketaman men desam, Seulga kel, Seulda ishlab ko'rasan, agar yoqmasa ketaverasan deydi. Seulga kelganman, Seulda yoqqan ish ham yengil, vaqt ham oz. Keyin Seulda o'shash 3 oy ishlab qaytganman. Shunga yana borib kelsammikin degan plan bo'lyapti. O'zi qiziqish yo'q. Просто Rossiyadan ham zerikib qoldim. Shunga sizlar borib ishni ko'rsat bizga desanglar, hozir подписчигim 10 ta qilib olsam ungacha. Sizlar ham yordam beringlar, tanish bilishlarga aytib, подписка qildirib, keyin kommentariyaga plus qoldirib ketsanglar, borib ko'rsat Koreyadagi ishlarni deb. Koreyada stroyga ishlaganman, lesa tikib, lesa buzish ishida. Kunimga shu paytda $110-120 dan berardi. Kunlik. Ish vaqti soat 8 dan 4 gacha. Bu haligi aslan vaqti 8 dan 4 gacha. Zakasovni. Lekin ko'p ish abidgacha bo'lardi, abidgacha tugatardi ishimizni, lekin shu kunlik pulimizni berardi, $110-120 pulimizni berardi kunlik. Uni qizig'i yo'q, nechigacha tugatsanglar ham, shu obyekt beradi, shu tikish kerak yoki buzish kerak leysani. Mana shunaqa ish. Bundan tashqari kunlik arbat deydi, arbatga chiqib yurganman. Arbatda ham yaxshi to'laydi. Meni o'zim raddan ukam Koreyada o'qiydi 6 yildan beri.
ham o'qiydi, ham ishlaydi. Biz mahalladagi bolalar ham ko'pchilik ketgan. Endi men bir borib Rossiyaga kelgan odam ko'nikolmaydi to'g'risi Koreyaga. Men Koreyaga qiziqqan odam bo'lsa, borib ishlasa bo'ladi. Men qiziqmaganim uchun qaytib kelganman 3 oyda. Lekin 3 oyga beradi vizani. Общий 3 yillik viza bo'ladi u. Keta deb qo'yadi. Elektronniy viza 3 yilga beradi. 3 oy yursiz bo'laveradi. 3 oyda ichida vizangiz cho'zdirib olsangiz ham bo'laveradi. Qarasa uni yo'nalishlari bor. O'zim o'rgataman. Shunga sizlar yordam berib olsanglar, podpiska to'plab 10 mingta qilishga. Keyin kommentariyaga plyus so'zini qoldirsanglar, men sizlarga borib ishni ko'rsataman. Qanaqa ish, og'ir ishmi, yengil ishmi, necha pul topsa bo'ladi, kvartira necha pul, yeb ichish qanaqa. Yeb ichish to'g'risi eng muammosi o'zbek kafelar kam u yerda. Qanaqadir bitta shahrida bor edi, to'g'ri o'zbek ruskiy kafelar полный bitta yerda hammasi. Koreyskiy ovqatlar yerda g'alati. Endi yeydigan odam ko'nikib qoladi. Non sotmaydi u yerda. Magazinda umuman non yo'q. Nonni mana shu o'zbek kafelar bor edi, novvoyxonalar, shu yerdan olib kelardi nonni. Shunaqa gap so'zlar do'stlar, agar qiziqqan odam bo'lsa, aytsanglar, ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa, xudo olsa 10 mingta qilib olsam, yordam berarsanglar podpiska to'plashga. Kommentariyaga yozib ketinglar plyus so'zini. Men sizlarga borib ko'rsataman Koreyadagi ishlarni. Koreyaga borish yo'lini ham ko'rsataman. Shunga keyingi oyga borib kelsammikin deyapman. Tarvuz sezon maydan boshlanadi. Men 1-may kuni Seulda bo'lganman. 1 yoki 2-may kuni. To'g'ri tarvuzga ketganmiz, tarvuz poliga, pandaydan tarvuz terasida. Lekin ishi jini og'ir, lekin pul yaxshi. Kuniga $200 tushirsa bo'ladi zakonni. Даже $300-400 ham tushirsa bo'ladi. Prosta ishlash kerak. Ishi jini og'irroq. Pandaydan tarvuz terib chiqib turib kamazga yuklanadi. Mana shu ish. O'zbekistonda tarvuz terganlar bo'lsa, poliyada ishlaganlar bo'lsa, tushunadi uni qanaqa og'ir yengilligini. Shunaqa do'stlar, mashinamga Vikipga addor chiqyapti. Shunga Vikipga berib turib mashinani. O'zim Koreyaga borib 2-3 oy ishlab kelaman degan niyat bor. Agar qiziqish bo'lmasa, bormayman. Agar sizlar ham aytsanglar, borib ko'rsatib bizga ishlarni Koreyadagi qanaqa pul topsa bo'ladi desanglar, borib ko'rsatishim mumkin lekin. Meni vizam bor edi, yana 1 yillik bo'lish kerak. U lekin eski pasportimni alishtirdim. Lekin menimcha yana beraveradi u vizani. Keta viza deb qo'yadi, 3 yilga beradi. Har 6 oyda 3 oydan bo'lsa bo'ladi. Qarasa 3 oy Koreyada yurib keldingizmi, keyin qaytib kelib 6 oydan keyin yana qaytib borsa bo'laveradi 3 yilga. Yoki borganda sirazi vizani cho'zdirib olsa bo'ladi. Qarasa bitta viza bor, uni aytmayman. Uni WhatsAppdan, Telegramdan yozsanglar, qanaqa vizaligini aytaman, qanaqa vizani cho'zdirish kerakligini. Chunki unaqa vizani aytib bo'lmaydi, qanaqa vizaligini. Shunaqa gaplar do'stlar. Koreyada ham kuniga $100 dan topsa bo'ladi. Minimumi. Klientim chiqyapti meni. Здравствуйте. Там можно подвинуть на двери. На двери вот. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам.
Assalomu alaykum do'stlar hammaga. Bugunga уже ishni tugatdim. Ertalab sahar 6 ga chiqaman deyapman, xudo xolasa. Bugungi короче esa 19750 bo'ldi. 16-mart. Keyin do'stlar, Koreya bo'yicha обязательно o'zinglar fikringlarni qoldiringlar. Kommentariy yozinglar. Borib ko'rsataymi Koreyadagi ishlarni yoki yo'qmi. Еще кому интересно в Корее работать на стройке, ну вообще в Корее работать, я хочу ваше мнение слушать. Напишите комментарий. Короче, я хочу в следующий месяц в Корею поехать и вам показать, как там работа и сколько можно заработать в Корее. Я был в 23 году, работал в поле, ну, арбуз собрали, и еще на стройке работал. Ну, леса собрали и убрали, вот так. Они оплатили $110-120 в день. Это с 8 до 4 вечера получается. Вот так. Я хочу под выкуп отдать свою машину. Я уже клиент нашел. Под выкуп отдам и сам хочу в Корею поехать. Там 2 месяца или 3 месяца работать. Потому что уже здесь как-то скучно стало. Хочу куда-то поехать. Обязательно напишите комментарий и посмотрим. Ну, если 10 тысяч подписчиков будет, тогда поеду. Если не будет, ну, тогда не поеду, потому что никому показать, да, как там работа в Корее. У кого есть гражданство российское, они смогут поехать, а у кого нету, они не смогут. Они может, когда гражданство получит, тогда может поехать в Корею работать. Вот такие дела. Я вам сейчас покажу 16 марта сколько получилось. Я уже закончил работу и покушать приехал. Assalomu alaykum do'stlar. Men уже ish tugatdim. Shu mana minus 10 qo'ygan, hali ham qaytarib bermadi. Э, 16 марта у нас получилось 19 750 рублей. Вот, 32 заказа сделал. Вот посмотрите, какие заказы. Вот это заказ, это офигенный заказ получился. 3665 рублей. 51 минут ехать. Это 2,2 коэффициентом я брал заказ. Вот. Вчера работал 9700, а сегодня 19 750 рублей. Почти 10 тысяч больше заработал. Потому что вчера после обеда я начал. Вот такие дела. У меня рейтинг 4,94. Всем удачи, всем хорошей заработки. Работайте, друзья. Поедем в Дубай отдыхать.